Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, aziz vatandoshlar. Bugun mana Farg'ona viloyati ma'muriy sudida bizni bergan shikoyat arizamiz bo'yicha taftish instansiyasida ish ko'rib chiqildi. Ish 1,5 yildan beri ko'rilyapti. Birinchi o'tgan yili boshlangan, birinchi instansiyada o'sha davlat aktivlarini boshqarish agentligi Farg'ona viloyat hududiy boshqarmasining buyrug'i haqiqiy emas deb topilgan. Apellyatsiya instansiyasida o'sha qaror o'zgarishsiz qolingan, ular ham haqiqiy emas deb topgan. Taftish instansiyasida birinchi instansiya apellyatsiya instansiyasining qarorlarini to'g'ri degan, o'zgarishsiz qoldirgan. Endi o'sha sudyalar yana qaytadan ko'ryapti-da, shu buyrug'ni boshqa raqam qo'yib, boshqa chislodan buyruq chiqargan u davlat aktivlari yana boshqa ko'ryapti-da, haqiqiy deb topyapti. O'zlari nima qilib turgan, o'zlari bilgani yo'q bu sudyalar. O'zini boshida qaroriga teskari qaror chiqaryapti, inkor qilyapti. O'zi chiqargan qarorni o'zi inkor qilyapti. Tushunmayapman. Bu issiq ta'sir qilyaptimi bu sudyalarga, bilmayman. Umuman haligi o'tgan safar o'sha televideniyalarga intervyu bergan, bu ijarachining huquqi buzilgan, haqiqatda mana tiklab qo'ydik deb. Endi yana intervyu beradimi? Yo, o'tgan safar sal adashgan ekanmiz, bu tamponi ketib qolgan shekilli, bu safar ijarachi huquqi buzilmagan ekan, to'g'ri bo'lgan ekan emas deydimi hozir. Endi o'zlarini nima qilib turgan, o'zlari bilmayapti bu sudyalar. Kallasi bilan urushib qolganmi bu, bilmayman o'zini jinnini yo'qib, nima qilsa qilyapti. Sud zalida zivachga chaynaydi, nos tupuradi, O'zbekiston Respublikasi nomidan qaror o'qiydi o'sha holatda. Uyqusirab o'tiradi, umuman qonunlarni umuman inobatga olmaydi, ijarachining ustuvor huquqini inobatga olmaydi. Prezidentning chiqarib turgan farmon, qaror, qonunlarni mana O'zbekiston Respublikasi tadbirkorlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qonunlar umuman bir tingilmaydi. Prezident farmonida xususiylashtirgan, qonunga to'g'ri kelsa o'ziga taklif qilib o'ziga sotgan degan joylarni yo'q, bu sotishimiz kerak. Mana prezident farmoni deb teskarisiga prezidentning siyosatiga, hukumat siyosatiga qarshi ish qilyapti. Bu sudyalarda shu sudyalar, bu vijdon bormi bu sudyalarda? O'zi bilmayman nima qilish kerak, bular nima xohlayapti, maqsadi nima? Bu mana ba'zi bir idoralarni, davlat idoralarini, shu sudlarda maqsadi nima? Bular shu prezidentga qarshi, hukumat siyosatiga qarshi bir aksiya qilishyaptimi, ishtirok etishyaptimi? Bular shu xalqni norozi qilsak, qancha shu nima ko'tarib, xalq ko'tarilsa, shu davlat to'ntarilishi bo'lsa, shu kimlardir o'sha jazo o'tash joylaridan chiqib yo kimlardir qochib ketgan bo'lsa, qaytib kelib o'shalarga ishlab turgan bular odamlarmi bular, bilmayman. Xalqni shunaqa darajada norozi qilib shu darajaga olib kelyapti. Qonun ustuvorligini ta'minlamasdan mana prezidentda O'zbekiston Respublikasi hukumatining siyosatiga ochiqdan-ochiq teskari qarshi ish qilyapti. Yo bularga shunaqa haqida minbarlarda turib, yo qonunlarda chiqargan bilan topshiriq bo'lyaptimi? Yo, bu chiqarilaveradi, bu qarorlar, qonunlar gapirilaveradi. Senlar bu teskarisini ish qilgin. Shunaqa tadbirkorlar sindir. Biz endi qo'llab-quvvatlaymiz deyaveramiz, senlar sindiraverasan bag'dan degan topshiriq bo'lyaptimi yog'zak. 2012-yili Sinosga tushgan joyda bilib turib menga ijaraga bergan 2018-yili. Men uni yaroqsiz bu bino deb turib pul sarflab remont qilganman, 300 milliondan oshiq belgilangan tartibda qurilish firmasi orqali. Mana 8,5 yildan beri men 160 milliondan ortiq ijara to'ladim. Binosi 2018-yili aksionga chiqarganda 50 million bo'lgan. Hozir 466 million. Men faqat davlatga foyda keltiryapman shekilli 10 ta ayol, ishsiz ayol qizlarni ish bilan ta'minlab, endi shuncha remont qilib, tiklab, hali yo'q bo'lib ketgan binoni buzilsin deb Sinosga tushgan 2012-yili gazini xulosa bergan binoni yaxshilab narx ko'tarilyapti. Bag'dan men ijara haqi to'layapman. Endi nima, endi sotmoqchi bu binoni, sotib yubormoqchi. Endi nima, men hozir boraman-da, o'zim qilgan narsalar shunday olaman, o'sha binodan nima qolarkan ko'ramiz. 10 ta ayol qizlarni ham uylaring ketaveringlar, damlaringni olinglar, shunaqa bo'lyapti. Bag'i ishkal deyman. Kim nazorat qiladi sudyalarni? Xohlagan ishini qilyapti, davlat idoralari ham xohlagan ishini qilyapti. Bu xohlasa buyruq chiqaradi, xohlasa bekor qiladi, xohlasa haqiqiy deb topadi, xohlasa haqiqiy emas deb topadi. O'zi chiqargan buyruqda o'zi qaroriga o'zi teskari qaror qabul qiladi.
Nima yo issiq ta'sir qilyapti, vaqt ta'sir qiladimi? Misol u qonunlar har kun o'zgargan yo'q-ku. Bilmayman nima qilishdi. Bularning orqasidan sog'ligim ham ketyapti, tinchligim ham yo'qolyapti, tadbirkorligim ham qilgim kelmay qoldi, gap to'g'risi. Hech kim baligi nima deydi? Bu bitta bu ish emas, boshqa ishlarda ham mana shunaqa bo'lyapti, sudlardagi ishlarda. Nazorat qiladigan prokuratura ko'z yumib turibdi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi instansiyada haqiqiy mas topgan endi buyruqni chislo bilan raqamini o'zgartirib qo'ysa, ha bu boshqa predmet, boshqa predmet ham bitta, nizo taraflari ham bitta, maydon ham, narx ham, hamma narsa bir xil. Haqiqiy mas deb topgan. Televideniyalarga intervyu bergan sudyalar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Mana shunaqa sudyalarimiz ta'sir qilyapti. Prezidentni hukumat siyosatiga ochiq-ochiq qo'rqmasdan qarshi qarorlar qabul qilib ish yurityapti. Bular O'zbekiston Respublika xalqini jonidan to'ydirib, chegarasidan chiqarib, shu qo'zg'olon qilishni niyat bilayman, shunaqa bir aksiya ketib turgan bo'lsa, shu aksiya ishtirokchilarim bu o'sha davlat aktivlarini bitta boshlig'ini qamadi, bittasini haydadi, keyin kelganlar ham xuddi shu ishni davom ettiryapti. Nima farqi bor uni bo'shatib boshqa yangi qo'yganda shu ishlar davom etib turgan bo'lsa? Bu sudyalarni unisini olsa, bunisi, bu farqi nima? Tizimni birov nazorat qilmasa, hamma xohlagan ishini qilsa, prokuratura ham ko'z yumsa bunga luboy joyda gaplashaman. Mana shu masala boshqa masalalar bo'yicha men ijtimoiy tarmoqqa nima joylab turgan bo'lsam, luboy joyda mana shu men joylab turgan masalalar bo'yicha gaplashaman, dalil isboti bilan. Kelsin luboy o'sha sudyasi ham, prokurori ham, boshqasi ham kelsin, men haqligimni isbotlab beraman mana shu masala bo'yicha. Shu bugungi mana qaror qabul qildi sudyalar. O'zi o'tgan yili haqiqiy mas topgan buyruqda ijarachi huquqini buzilgan ekan degan, endi bu safar haqiqiy ekan. Bir xil buyruq ikkalasi ham, matni ham, mazmuni ham. Vijdonsiz, vijdonni yeb qo'ygan, shu davlatga qarshi ish qilib turgan, xalq puliga noqonuniy qarorlar qabul qilib turgan. Hammang javob berasan, hammang hali ko'rasan, Xudo ko'rsatadi. Bu dunyo, u dunyo ko'rasan. Sudya bo'lib turib shunaqa qilyapsanmi, senlar? Ko'rasanmi?